Shu robotni men ko'p test qildim. Endi kunlik time frame'dan o'tdi. H1 dan o'tdi, H4 dan o'tdi. 4 yillik back testdan yaxshi o'tdi. Bunga farqi yo'q. 100 yillik back test bo'lmaydi. O'taveradi. Endi M15 ko'pchilik ishlatadigan, skalperlar ishlatadigan time frame'ga qo'yib ishlatib ko'ramiz. Mana bunga mayli sizlarga hozir depozit ko'rsatib o'tdik. Depozit $200 qaranglar. Ha mayli 200 qilmanglar o'shani. To'g'ri to'g'ri keladigan depozit qo'yaylik. Mana $100. $100 qildik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. $100. Qaranglar, $100 dan 2026-yil boshidan qaranglar. Mana M15 minutlik time frame'da oldinlari katta time frame'da ishlatdik buni. H1, H4 kunlik time frame. Hozir ko'rsanglar bo'ladi. M15 da test qilganman mana. O'sishini ko'rsanglar bo'ladi. Aytdim bunga $100 $100 dan hozir $200 ga olib chiqdi. Mana $233, $239. Hozir mana o'sgan, sekin o'sayotganini ko'rsanglar bo'ladi. Ozgina sekinlashtiraman. Qanday ishlayotganini sizlar ko'rsanglar bo'ladi. Mana buni ko'rib EMA bilan ishlayaptimi deyishinglar mumkin. Yo'q do'stim, bu prosta qo'shimcha nima desam bo'ladi? Qo'shimcha nima bu? Chiroy berish uchun marketingga qo'yilgan. Bu lekin EMAga qarab trade qilmaydi. Bu logika boshqacha, bu logika. Faqat EMAga emas. Faqat EMAga qarab trade qiladigan robot bu professional darajaga kirmaydi. Ko'p holatlarda minus qiladi unaqa robotlar. O'shuning uchun oddiy EMA bilan ishlaydigan robot profit bermaydi. Sekinlashtirsam nima bo'lib qoldi-ku bu? Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana o'sishni qaranglar. Mana $100 dan 275 ga chiqdi. Hali bir oy bo'lgan ishlashni boshlaganiga darrov 200% profit qilib qo'ydi. 200% emas, 180% bo'lsa u normal bo'ladi. Mana order ochishimni ko'rsanglar bo'ladi. Foydaga chiqdi. Tamom. Trailing stop bilan ketadi. Ko'rasizlar? Ortidan ergashyapti stop loss. Ortiga qaytsa stop loss uradi, bitim yopiladi. Xullas vaqt kam ketsin, mana tezroq ishlataylik. Grafik ko'rsanglar bo'ladi. Mana to'g'ri, hamma order plyusda yopadi. Ya'ni sizni boy qilib yuboradi, millioner qilib yuboradi deb men garantiya bermayman. Bu unaqangi ishlamaydi. Bu prosta depozitingizni sekin o'stiradi. Nimaga hozirgi test bilan real bozordagi test bir-biriga o'xshamaydi desanglar, real bozorda sizlar foydani yechib olasizlar birinchidan. Foydani yechib olasizlar. Ikkinchidan broker depozitlarni yeydi. Sababi swap, komissiya, spread o'shalar broker sizlardan pul oladi. Komissiyasi bor, broker zadержкасы bor. Misol uchun robot order ochaman degan joyda sal boshqacharoq joyda order ochilib qolishi mumkin yoki 1 sekundga kechki order ochishi mumkin. Ya'ni real bozor silliq bo'lmaydi. Aynan broker ham 1-2 so'm pul qilish kerak-ku. Broker ham 1-2 so'm pul ishlash kerak sizlardan. O'shuning uchun shunaqa bo'ladi. Bu backtest. Broker yo'q bunda backtestda. Silliq ketadi o'shaning uchun. Broker zadержка qilmagani uchun. Lekin real bozorda ham bu robot shunaqa ishlaydi. Real bozorga bu test necha foiz? 70% yoki 80% o'xshab beradi. Даже 90% ga ham bormaydi. 70-80% o'xshab beradi. Bu degani real bozorda ham normalniy profit qiladi degani. Lekin ana sizlarga aytib o'tdim, real bozor bilan backtestning natijasi nimaga? Real bozor boshqacha, nimaga bu backtest boshqacha? Men sizlarga mana 100% gaplab tushuntirib beryapman sizlarga.
Sodda qilib xalq tilida aytolman sizlarga. Real bozor shunaqa bo'ladi, backtest bunaqa bo'ladi. Hamma tushungan bo'lsa kerak, kim tushunmagan bo'lsa kommentariyga yozsanglar, men batafsilroq tushuntirib javob yozishga harakat qilaman. Endi men tushunmaydigan gap aytganim yo'q. Tradingga hatya bir yil 2 yil bo'lgan odam bemalol tushunadi. Ko'rsanglar bo'ladi, men oldingi videolarda ham aytganman, bu robotga 100 yillik backtest bo'lsa ham farqi yo'q, ishlayveradi. M5 mi, M15 mi, H100 mi, H1 mi, yillik time frame mi, foydasi nimasi yo'q, farqi yo'q, ishlayveradi. Aytganman sizlarga. Hozir M15 da test bo'lyapti, mana may oyi keldi. Yo'q, mart oyi ekan, mayda. $100 soluvdik, mana $2000 olib chiqdi. Yana bir bor aytaman. Tradingga tushunmaydiganlar robotni sotib olib millioner bo'laman deb o'ylamanglar. Toza halol yeb aytaman. Real bozorda sal boshqacharoq bo'ladi. Sababi real bozorda pulni sizlar yechib olasizlar. Pulni daromad qilsa yechib olasizlar pulni. Katta depozit qo'ymaysizlar birinchidan, ikkinchidan brokerlar zadержкасы bo'ladi real bozorda. O'shuning uchun bu backtest 100% o'xshamaydi. Bu prosta real bozorda qanaqa ishlar ekan deb test qilish uchun, lekin bu nimaga bu o'sishga 100% ishonib qolmanglar. 70%, 80% ishonsanglar bo'ladi, lekin 100% ishonmanglar. Sababi real bozor boshqacha. Broker nima qiladi? Yeb tashlaydi, sizlardan komissiya oladi, swap oladi, buni oladi, shu bilan sizlarni depozitlarni kuydirib tashlaydi. Endi kuydirib tashlaydiganim, endi soliq to'laysizlar-da, xalq tilida aytganda brokerga ishlayotganlaringiz uchun. Shuning uchun boshqacha bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bundan oldin hamma time framelarda ko'rdim. Tashqi kunlik time framelarga ham qo'yib ko'rildi. Boshqasiga ham qo'yib ko'rildi. Buni tezlashtirib bo'lmaydi. Eng tezi o'sishni ko'rsanglar bo'ladi mana. Qayerda ko'rgansizlar? Sizlarga savol kommentariyaga yozib ketinglar. Kim mana videoni mashqgacha ko'rgan bo'lsa, kommentariyaga sizlar yozib ketinglar. Shunaqa ishlaydigan robotni qayerda ko'rgansizlar? Liboy time frame ishlaydi, liboy yilga qo'ysanglar ishlaydi, liboy time frame liboy depozit bilan ishlaydi. Lekin $10, $5 bilan emas, kamida $100 bo'lsa, normalni ishlab keta oladi shu robot. Qayerda ko'rgansizlar mana shuni ishlaydigan robotlar? Даже $5000 ga sotilayotgan robotlar ham bunaqangi ishlaganini men ko'rmaganman. Ta'kidlarga $5000 pul o'tgan robotlar ham bunaqa ishlayotganini ko'rmaganman. Shunaqa gaplar, do'stlar. Kanalga obuna bo'ling, Telegram kanaliga ham obuna bo'ling. Описаниеda qoldirganman. Telegram kanalda o'zimning lichkamni hammasini qoldirganman. Bemalol kommentariy yozishinglar mumkin. Kanalga obuna bo'linglar. Ta'jiban kanalimda bilim olinglar, robotlarni ishlatib ko'ringlar, test qilinglar, soqqa qilinglar. Foydali ish bilan shug'ullaninglar. Bir timga qimmat vaynerlarni, blogerlarni ko'rib o'tirgandan o'zingizlarga ertangi kunlaringiz uchun foyda beradigan bilimlarni olinglar. Stabil ishlaydigan robotlarni ishlatib qo'yinglar. Sizlarga pul mashinasi bo'lsin bular. Qo'shimcha daromad bo'lsin. Sizlarda Elon Musk qilib millioner qilib yubormaydi. Qo'shimcha daromad bo'ladi bu sizlarga. Buni olib ishlasanglar, normal ishlaydigan sotib olsanglar, ishlamasanglar ham mana shu robot sizlarga pul qiladi. $100 dan $4000. $100 dan $4000 qildi 5 oy ichida. Bu backtest natijasi real bozorga 70-80% to'g'ri keladi. Barchaga omad.